chiqib bordingizmi? Ha pishirishingizga ulguray, videoga olay deb endi bu men Toshkentga borib olib tomosha qilib o'tiraman-da bu kunlarda. Yashan o'rtoq. Mana Ma'murjon sinfdoshim, do'stlar. Ukalarimiz, meni qishloqdoshlarim. Zokirjon. Mana shunaqa qilib mehmon qilamiz bir-birimizni. Boya aytdim, bu Qashqaldoq. Ha, bu o'rdak o'takalari. Bolaligimizda biz uchun eng tansiq taomlardan bo'lgan. Bu oydaga kelsangizlar, do'stlar, mana shu baliqxonamiz bor. Mana. Mehmon qilamiz, kelaveringlar. G'ayratjonning nimasi, baliqxonasi. G'ayratjon baliqxonasi qayerda desalang, hamma ko'rsatib yuboradi bu oyda tumanida. Yeyishdan boshqa narsaga yaramaydi bu narsalar. Do'stlar, albatta bilaman aziz muxlislar, sizlar bundan ham tansiq taomlar pishirayotgan bo'lishingiz mumkin. Boriga baraka.